Аляскар Камал театр артисты Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясы халык артисты Әсгәр Шакировка бирелә. Aziz milletteşlerim, bugün mine sizin mında isen sağ kuruma bik şaddım. Gönüllerimde sizge şiksiz zor rahmet. Neşulaydım. Bizning tuğanlarımızını, dostlarımızını, ediklerimizni zorlap uzatı, ol milletini ko'taru. Milletning kim ekanini ispat etu, hem bütün halklarga ko'rsatu. Chunki agarda o'zimizning shin talantlarimizni zo'rlab, hurmat etib uzatdığımız ekan, bu milletning kelajagi yo'q degan so'z. Endi Garay Rahim turunda şunu aytasım kela. Qavatlab turmayman. Chunki shu xatli motor, aqlli, zihinli hem bigrakda жылы so'zlar aytildi. Aytamiz ki, kishi o'zining tabiati bilan boshqalardan narsasi bilan ayrilib turadi. Albatta, ko'ngil boyligining keng ekanini ham yuragida жылылык bo'lgani bilan. Shunga ko'ra aytadilar, sen tinch shiqlading. Chunki sening yozmishing, turmushing tinch shiqlarga ruxsat beradi. Narsa aytasim kela. Menga onun bilan shoh uchrashishga to'g'ri keldi. Hali men biladirim, bu bir o'tkali kishi. Ham so'nggi yillarda nindi zo'r fojia kechirdi. Men ko'rgan sayin ko'nglimda nishik bu o'zini tutam ekan degan o'y kelaydi. Lekin tabiati shunday kishilarga shiktir yoqishlik ishlar. Yoqdi ko'ngillidir. Yoqni etib qabul qilishni qanday kishiydi. Qavatlab aytam, yurtdoshlarim sizlerin bu kishilarga yoqishlik ishlarga turishdi. Mana bunday odamlar jamoat bek siyrak bular. Albatta bu bizning xalqimizning eng zo'r baxti. Qachon o'zingning millatining balalarin hurmat etasin, zo'rlaysan, ularning kim ekanini anglaysan ham boshqalarga anglatasın kela. Bugungi so'nggi uchrashuvda Xudoy Taolodan men shuni anga borib bir nasrim. Joni tinch bo'lsin. Allohga shukr, ul odam bo'lib bu dunyodan ketdi.